odamni o'zini o'sha o'zi o'lgan odamda rangi boshqacha bo'ladi, ko'zi boshqacha bo'ladi. Bizda Koreyada hamma yo'lda tekshiriladi. Men urushdim, men militsiyalar bilan urushdim. Menga shuni keltirib ber, shu bola o'ldirganga o'xshayapti. Men ham o'sha odamlarni singari fikr qildim. Lekin o'sha politsiya bilan gaplashgan paytimda yarim soat gaplashdimda, yig'lab gaplashyapman. Men aytdim, bo'pti dedim. Bo'pti, hammasiga ishonaman dedim. Bo'pti dedim, ko'ray singlimni dedim. Keyin menga aytsin, ko'rdim, bildim, bu bolani chaqirib gaplashdik, aybi yo'q. Endi buni aybi bitta sevgani, sevdirgani. Nikohiga olmagan. Nikohiga olmagan. Xo'p, endi iltimos, uka dars bo'lsin, Uka dars bo'lsin. Bu bolada hech qanaqa ayb yo'q ekan. Mana dokumentalniy isbotlab berishdi. Shuni bitta kopiya qilib oling. O'zbekistonga borsiz, akasi bu ortiqcha gap bo'lsa, mana deb ko'rsatasiz, bo'ptimi? Lekin mana u qilgan ishingizga o'zingiz tavbangizni qiling. Buni hech kim o'ldirib qo'ygani yo'q. Haqiqatan ham sevib qolib, rashk sababli o'zi vafot etdi, lekin mana shunaqangi istoriyalar Koreyada to'lib toshib yotibdi. Xuddi shu istoriyada o'zini ko'rayotgan insonlar ham bor. Bizga o'xshalgan deb turgan odamlar bor. O'shalar agar ras sevishyapsizlarmi, ota-onalaringga aytinglar. Ota-onalar ham tushuninglar. Masalan, bitta erga tegib chiqib tursa, "Voy, men nakil etkazib buzilmagan qizga uylantirishim kerak" deb osmondan kelmasdan, o'sha qizni o'g'li sevib qoldimi, rozi bo'lib ko'ring. Rozi bo'lib ko'ring. Mana hozir o'sha ota-onalarda ham bunday o'ylab qarasangiz ayb borda, o'sha payt sen masalan telefon qilib, "Aya, men bitta qiz sevib qoldim, bitta bolasi bor" deganda, ota-ona ham, "O'g'lim, otangizga rahmat. Bolali bo'lsa, yaxshi bitta qizni chiroyli yo'lga olib kirsangiz, biz xursand bo'lamiz" desa, masalan, agar ozgina din diyonati bo'lsa, tushunadi. Endi men aytmoqchimanki, o'sha ota-onalar ham agar o'g'lingiz Koreyada bitta qizni sevib qolsa, u turmushga chiqqan bo'ladimi, chiqmagan bo'ladimi? Uni hali nakil etkazib buzilganiga emas, o'sha qizni kimligiga, kallasida nima borligiga, agar istoriyasi nito bo'ladigan bo'lsa, hozir tavba qilganligiga va tavbasida qattiq turib berayotganligiga qarang, tamom. Qolganiga qaramang. Bola sevib qoldimi, siz yashamaysiz-ku bilan. Bola sevib qoldimi, qiz sevib qoldimi, duo qiling. Baxtli bo'linglar deng. Nikohini o'qitib o'sha yerda o'g'lim yashording. Shuning uchun ota-onalarda ham ayb bor. Iltimos sizlardan bu video tasavvur qilinglar, meni ham bir haftada 8 ta uyli ko'rib, men o'sha asabim qo'zib qoldi-da, men o'sha narsani odamlarga aytay, qachongacha shu qizlar shu oddiy bitta sevgini orqasida hozir kim maza qildi-ku? Shayton maza qildi. Bitta shayton yutdi. Mana bitta inson o'ldi, bitta bola yetim qoldi, ona qizsiz qoldi, aka singilsiz qoldi. Sen umring oxirigacha vijdon azobida o'tsasan, mana hamma g'iybat, ertaga sen trenddan tushasan, odamlar bo'ldi, boshqa temani gapirib o'tirishaveradi. Bo'ptimi uka? Mana shu videodan keyin men hammaga murojaat qilaman, iltimos. Men endi Koreya temasida ko'p yurganim uchun bunaqa voqealar, mana hozir ham opa yo'lda kelyapman. Koreyaga kirib kelganiga 2 oy bo'lgan bola hozir o'ladi deb doktor chiqarib berdi. Yana bunday raqqa yetib kelsam, yana bitta bolani